Yerning 100 yil oldingi holati. Bu esa zaminimizning hozirgi holati. Bu sayyoramizning kelajak 100 yildagi ehtimoliy ko'rinishi. Yadro urushi shubhasiz bu dahshat. Lekin yana bir yadro, yer yadrosi. Agar u urush boshlasa, nima bo'ladi? Koinotning cheksiz bo'shlig'ida kichik bir nuqta bu yer. Ammo bu kichik nuqtaning ichki va tashqi muvozanati buzilsa, insoniyat uchun katta fojialar boshlanishi mumkin. Albatta bu juda jiddiy oqibatlarga olib keladi. Bugun sayyoramiz bilan bog'liq eng xavotirli ilmiy faktlar, yaqin xavf-xatarlar va insoniyatning imkoniyatlarini tahlil qilamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan YouTube kanali biz boshladik. Muhim eslatma, bizning videolar har doim ilmiy faktlarga tayanadi. Bu kanal ortiqcha mishmishlardan va vahimalardan yiroq. Biz sizning kommentlaringizni hurmat qilamiz. Shunchaki videoni oxirigacha ko'ring va keyin fikringizni qoldiring. Yer ichki tuzilmasining markazida joylashgan yadrosi. Bu sayyoramizning yuragi hisoblanadi. U ikkita qismdan iborat: ichki, qattiq va tashqi, suyuq. Yadro yerning umumiy massasining taxminan 32% tashkil etadi va 5700 km chuqurlikda joylashgan. Bu murakkab va sirli qatlam sayyoramizning geofizik xususiyatlari, ayniqsa magnit maydonining mavjudligi uchun javobgardir. Yer yadrosining harorati nihoyatda yuqori. Ichki yadro harorati taxminan 5000 gradusdan 7000 gradusgacha. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra 6000 gradus atrofida. Bu harorat quyosh yuzasining harorati bilan deyarli tengdir. Misol uchun, quyosh yuzasining harorati 5500 gradus. Aniqroq qilib aytganda 5778 Kelvin yoki taxminan 5505 gradus. Ya'ni yer yadrosining markazi quyoshning yuzasi kabi issiqdir. Bu fakt yer ichki energiyasining kuchli manbai borligini ko'rsatadi. Tashqi yadroda joylashgan suyuq temir va boshqa metallarning harakati konveksiya oqimlari va yerning aylanishi natijasida vujudga keladigan Coriolis kuchlari bilan birgalikda geodinamo effektini yuzaga keltiradi. Bu jarayon yer atrofida kuchli magnit maydonini hosil qiladi. Ammo so'nggi kuzatuvlarda yer yadrosi aylanishida g'alati sekinlashish holatlari aniqlandi. Olimlar bu sekinlashish magnit maydonining zaiflashishiga va magma bosimining oshishiga olib kelishini ta'kidlashmoqda. Bu esa yerdagi vulqonlarning faollashuvi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Dunyoning eng go'zal tabiiy zaxiralaridan biri AQShning Yellowstone milliy bog'i, go'zalligi va tabiiy hayvonot dunyosi bilan mashhur. Biroq bu osoyishta va jozibali manzaraning ostida yotgan kuchli xavf borligini ko'pchilik bilmaydi. Bu yer yuzidagi eng yirik super vulqonlardan biridir. Yellowstone super vulqoni uyg'onsa, nafaqat Amerika, balki butun dunyo iqlimiga ta'sir ko'rsatadigan halokatli hodisa yuz berishi mumkin. Super vulqon bu oddiy vulqonlarga nisbatan minglab baravar kuchli portlash quvvatiga ega bo'lgan vulqon turidir. Uning portlashi natijasida yuzlab kub kilometr hajmda bo'lgan magma, kul va gaz atrofga ko'tariladi. Taqqoslash uchun, oddiy vulqon portlashi natijasida 5 km kub lava va kul otilsa, super vulqon portlashi oqibatida 1000 km kubdan ortiq material atmosferaga chiqadi. Havo sifati keskin yomonlashadi, hayvonot va o'simlik dunyosi katta yo'qotishga uchraydi. Atmosferaga ko'p miqdorda CO2, oltin gugurt dioksidi va kul chiqadi. Quyosh nuri chang bulutlar natijasida bekilib qoladi. Oqibatda global harorat 3-5 gradusgacha pasayadi. Yangi kichik muz davri boshlanishi mumkin. Qishloq xo'jaligi inqirozi, oziq-ovqat tanqisligi yuz berishi mumkin. Magma okean tubiga yaqinlashganda uning harorati 800-1150 gradus atrofida bo'ladi. Agar u issiq magma sovuq dengiz bilan to'qnashsa, suv bir zumda bug'lanadi va hajmi 300 martagacha kengayadi. Bu jarayon lava va atrofdagi jinslarni portlatib yuborishi mumkin. 2022-yilda Hapay vulqonining suv ostida portlashi natijasida 35 km balandlikda kul va bug' ustuni hosil bo'ldi. Bu esa global tsunamini yuzaga keltirdi.
Bundan roppa-rosa 4 yil oldin, 2018-yilda Gavayidagi Kilauea vulqonining lavasi okeanga quyilganda zaharli bug' hosil bo'ldi. Bu bug'da xlorid kislotasi va mayda shisha zarrachalari mavjud bo'lib, inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan. Magma, lava va vulqon tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lsa-da, ular har xil geologik xususiyatlarni ifodalaydi. Magma bu yer ostida, lava yer yuzasida. Vulqon esa bu ikkalasini bog'laydigan tuzilmadir. Ushbu elementlar yerning geologik hayotiy faoliyatining asosiy ko'rinishlaridan biridir va ular sayyoramizning shakllanishi, tog'larning vujudga kelishi, sayyoramiz ichki faoliyati, yer po'stining shakllanishi va iqlim o'zgarishlarida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Biroq bu elementlarning yerning aylanish tezligiga qanday ta'siri bor degan savol ilmiy nuqtai nazardan qiziq va dolzarbdir. Yer o'zi o'qi atrofida taxminan 1670 km tezlikda aylanadi. Bu aylanish sayyoramizdagi sutka davomiyligini, ya'ni 24 soatni belgilaydi. Aylanish tezligiga eng katta ta'sirini tortishish kuchlari, ayniqsa Oy va Quyosh bilan bog'liq gelio va gravitatsion ta'sirlar ko'rsatadi. Ammo ichki geologik faoliyat, jumladan vulqon otilishlari ham muayyan darajada rol o'ynashi mumkin. Vulqon otilishlari natijasida yer yuzasida katta miqdorda lava va kul chiqadi. Bu moddalarning yuzaga chiqishi bilan sayyoramizning massa taqsimoti biroz o'zgaradi. Massaning markazdan uzoqlashishi, masalan, tropik mintaqalarda yirik otilishlar yerning aylanishiga ta'sir qiluvchi moment inersiyasini o'zgartirishi mumkin. Fizikada bu figuraning aylanishi qonuni orqali tushuntiriladi. Agar massa markazdan uzoqlashsa, aylanish tezligi sekinlashadi. Agar massa markazga yaqinlashsa, aylanish tezligi ortadi. Shunga ko'ra, kuchli vulqon otilishlari nazariy jihatdan yerning aylanish tezligiga juda kichik, lekin o'lchab bo'ladigan darajada ta'sir qilishi mumkin. 1815-yilda Indoneziyadagi Tambora vulqonining otilishi tarixdagi eng kuchli hodisalardan biri hisoblanadi. Uning natijasida yuzaga chiqqan chang va kul atmosferaga ko'tarilib, iqlim o'zgarishlariga olib kelgan. NASA ma'lumotlariga ko'ra, bunday yirik otilishlar yerning o'qi harakatiga va hatto kun uzunligiga kichik o'zgarishlar kiritishi mumkin. 1991-yilda Filippindagi Pinatubo vulqoni otilganda atmosfera massasi qayta taqsimlanib, yerning aylanishi bir necha mikrosekundga sekinlashgani aniqlangan. Bu o'zgarishlar juda kichik bo'lsa-da, zamonaviy aniqlikdagi satellit va atom soatlari yordamida qayd etiladi. Olimlar uzoq yillar davomida yerning aylanishi asta-sekin sekinlashayotganini qayd etib kelishgan. Bu jarayon asosan Oyning yerga tortishish kuchi va boshqa tabiiy omillar bilan izohlangan edi. Shu sababli vaqti bilan leap second, ya'ni qo'shimcha 1 soniyani soatlarga qo'shish zarurati tug'ilar edi. Bu usul orqali yerning tabiiy aylanishi bilan atom soatlari o'rtasidagi tafovut muvozanatga keltirilar edi. Ammo 2016-yildan boshlab olimlar hayratlanarli hodisani qayd eta boshladilar. Yer ayrim kunlarda odatdagidan tezroq aylana boshladi. Bu o'zgarishlar natijasida kunlar har doimgidan biroz qisqaroq bo'lishi mumkin bo'lib qoldi. Masalan, 2020-yilning 19-iyunida yer 24 soatdan 146 millisekundga tezroq aylangan. Bu esa tarixda qayd etilgan eng qisqa kunlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ushbu o'zgarishlar yerning markaziy yadrosidagi dinamik harakatlar, atmosferadagi shamol oqimlari, global isish natijasida muzlikning erishi hamda geofizik jarayonlar bilan bog'liq. Ayniqsa, muzlikning erishi yerning massasi taqsimlanishiga ta'sir qilib, aylanish tezligining o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu tendensiya davom etadigan bo'lsa, 2029-yilga borib ilk bora leap secondni ayirish, ya'ni soatlardan 1 soniyani olib tashlash ehtimoli mavjud bo'ladi. Bu ilmiy jamoatchilik uchun katta yangilik bo'lib, zamonaviy texnologiyalar, navigatsiya tizimlari va xalqaro vaqt tizimlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu hodisa insoniyat uchun yerning ichki va tashqi kuchlarining qanday nozik muvozanatda ishlashini yanada chuqurroq tushunish imkoniyatini beradi. Olimlar bu o'zgarishlarni sinchiklab kuzatishda davom etmoqda va har qanday ehtimoliy vaqt tuzatishlariga tayyor turishmoqda. So'nggi 100 yillik ilmiy kuzatuvlar yerning magnit qutblari doimiy harakatda ekanligini isbotladi. Ayniqsa, janubiy magnit qutblarining shimolga tomon siljishi ko'pchilik sohalarga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat an'anaviy kompaslar, balki zamonaviy GPS tizimlari,
sun'iy yo'ldoshlar va hattoki hayvonlarning migratsion navigatsiyalariga ham ta'sir etmoqda. Magnit maydonining bunday siljishi yer yadrosidagi suyuq temirning harakati bilan bog'liq murakkab geodinamik jarayonlarning natijasidir. Mars sayyorasida esa o'ziga xos holatlar kuzatiladi. Olimlarning fikricha, Marsning aylanish o'qi, ya'ni ekvatori, nisbatan nishabligi millionlab yillar davomida 5 darajadan 60 darajagacha o'zgargan. Bu o'zgarishlar muzliklarning joylashuvi, sayyoraning iqlimi va atmosferasining o'zgarishiga sabab bo'lgan. Marsda ba'zi davrlarda hayot uchun qulay sharoitlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki aylanish o'qi o'zgarishi quyosh nurlarining yuzaga taqsimlanishini keskin o'zgartiradi. Bu esa global iqlimga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Yerda esa Marsdagi kabi keskin o'zgarishlar kuzatilmaydi. Buning eng muhim sababi Oy. Yerning katta yo'ldoshi bo'lgan Oy o'z tortish kuchi orqali yer o'qining nisbiy barqarorligini saqlab turadi. Agar Oy bo'lmaganida Yerdagi aylanish o'qi ham Marsdagi kabi beqaror bo'lar, bu esa iqlimning doimiy o'zgarishiga, hatto hayotning davomiyligiga tahdid solgan bo'lardi. Quyosh tizimidagi eng baland tog', Marsdagi Olympus cho'qqisi 22 kilometr balandlikda joylashgan ulkan vulqondir. U hozirda faol bo'lmasa-da, uning geologik barqarorlikda muhim o'rin tutgani aytiladi. Vulqonlarning faoliyati va sayyora ichki tuzilishi aylanish o'qining o'zgarishiga bevosita emas, ammo bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, Yerning magnit va geografik tizimlari unchalik barqaror bo'lmagan Marsga nisbatan ancha barqarordir. Bu barqarorlik esa asosan Oyning mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, Yerda hayotning yuzaga kelishi va rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Shu bilan birga, magnit maydoni va aylanish o'qidagi har qanday o'zgarishlar hali hanuz ilmiy doiralarda chuqur o'rganilmoqda, chunki ular kelajakda insoniyat hayoti uchun bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yer ostida harakatda bo'lgan magma bosimi ortib bormoqda. Ba'zi hududlar, masalan Italiya, Indoneziya, AQSh doimiy faollik ostida. Bu barchaning e'tiborini talab qiladigan jiddiy geologik holatdir. Bir necha faol hududlarda bir vaqtda bosim yuqorilab, vulqon otilishlari sodir bo'lsa, bu insoniyat tarixidagi eng yirik falokatlardan biriga aylanishi mumkin. Shu sababli ilg'or seysmologik texnologiyalar, sun'iy yo'ldosh kuzatuvlari va xalqaro ilmiy hamkorlik orqali bu xavfning oldini olish yoki ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilishi zarur. Yer har doim harakatda. Savol esa shundaki, biz bunga qanchalik tayyormiz? Yer yuzasining isishi muzliklarning erishiga olib kelmoqda. Muzliklar erigani sari ulardan og'irlik bosimi kamayadi. Bu esa yer po'stlog'i ostidagi magmaning harakatini kuchaytiradi. Xususan Islandiya, Alyaska, Antarktida va boshqa muzlik zonalarida bu jarayon aniq kuzatilgan. Muzliklarning ortidan bosimning kamayishi izostatik rebund deb ataluvchi geologik jarayonga sabab bo'ladi. Ya'ni yer po'stlog'i yuqoriga ko'tariladi va bu vulqon faolligini rag'batlantiradi. Global isishning yer osti geologik jarayonlarga ta'siri tobora ko'proq o'rganilmoqda. Haroratning oshishi faqat muzliklarning erishi yoki dengiz sathining ko'tarilishi bilan cheklanmay, balki vulqon faolligining ortishiga ham olib kelmoqda. Bu esa insoniyatni yangi xavf-xatarlarga duchor qiladi. Shuning uchun global isishga qarshi kurashish nafaqat iqlimni barqarorlashtirish, balki geologik xavfsizlikni ta'minlash uchun ham muhimdir. So'nggi yillarda global isish va iqlim o'zgarishi dunyo miqyosidagi eng dolzarb muammolardan biriga aylangan. Ushbu jarayonni sekinlashtirish yoki butunlay to'xtatish maqsadida olimlar turli innovatsion g'oyalarni ilgari surishmoqda. Ular orasida eng e'tiborni tortayotgan usullardan biri katta hajmdagi samolyotlar yordamida stratosferaga maxsus kimyoviy moddalarni purkash orqali quyosh nurlarining yerga yetib kelishini kamaytirishdir. Ushbu texnologiya ilmiy atamalarida stratosferik aerosollarni purkash deb nomlanadi. Uning asosiy tamoyili quyosh nurlarining bir qismini atmosfera qatlamida qaytarish orqali yer yuzasiga tushadigan issiqlik miqdorini kamaytirishdir. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bu usul qisqa muddatda global haroratning ko'tarilishini sekinlashtirishga yordam berishi mumkin. Biroq bu g'oya hozircha faqat eksperiment darajasida qolmoqda. Olimlar orasida mashhur usulning ekologik va siyosiy jihatdan xavfli bo'lishi mumkinligi borasida jiddiy bahs-munozaralar mavjud.
eng katta xavflardan biri stratosferaga purkalgan moddalar atmosferaning tabiiy muvozanatini buzib, yomg'ir miqdorining o'zgarishi, qurg'oqchilik yoki boshqa noxush iqlimiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, har bir davlat bu usuldan o'zicha foydalanishga harakat qilsa, global muvozanat yanada izdan chiqishi mumkin. Shuning uchun bu texnologiya global isishning asosiy sabablarini, ya'ni sanoat chiqindilari, issiqxona gazlarini va ekologik buzilishlarini bartaraf etmaydi. Bu holatda stratosferaga purkash usuli faqat vaqtinchalik niqoblash vazifasini o'tab, muammoni tubdan hal etmaydi. Xulosa qilib aytganda, stratosferaga modda purkash orqali global isishni nazorat qilish g'oyasi ilg'or texnologiya yechim sifatida e'tirof etilsa-da, hozircha bu usulning samaradorligi va xavfsizligi yuzasidan aniq xulosalar mavjud emas. Tabiatni asrash esa doimo insonning o'z qo'lida. Shu sababli olimlar bu boradagi tadqiqotlarni ehtiyotkorlik bilan olib borishlari lozim va asosiy e'tiborini barqaror ekologik siyosat yuritishga qaratish muhimdir. Avlodlaringiz uchun sayyoramizni asrang. Xayr, salomat bo'ling.